Steamga so'mda pul solish uchun bizga Unity ilovasi kerak bo'ladi. Buni Play Marketdan ham App Store'dan ham yuklab olsangiz bo'ladi. Unity'ga kirgandan keyin mana Steam degan joy bo'ladi. Bu yerga CS:GO'dagi loginimizni kiritamiz. Interneti yaxshiroq joyda turishi kerak iloji bo'lsa. Mana login Steamda mana shu joyda bo'ladi, agar kimdir bilmasa. Bu yerga miqdorni kiritamiz, so'mga o'tirib. Mana hozir Steamda $3 bor ekan. Bu yerga miqdorni kiritamiz. Va mana tushdi. Endi Steamga kirib tekshirib ko'ramiz. Eng tez tushadigani bu Unity. Mana bu yerga kirib qayta chiqib kirsak, mana o'sha pul tushgan bo'ladi. Hammaga rahmat, obuna bo'ling.